Ko'pchilik Instagramda yozibdi, men dadamlarni videolarini qo'yganman-da. Keyin "Onangizam bormi?" deb yozishgan. "Ha, yana xafa bo'lmang" deb ham yozishgan. Xullas, o'shalarga bitta atvet qilib javob qilmoqchiman. Ya'ni mani onajonimlar bor, Allohga shukr. Faqat ularning videosini qo'ymaganman. Instagramda kuzatuvchilarim bilsa kerak, oldinlari qo'yardim. Bitta ikkita onam bilan qo'yilgan videolar ham bor. O'sha videolarni bemalol ko'rishligi mumkin. Onam bilan ham bitta ikkita videolar olganman, lekin ko'proq dadamjonimlar bilan olganligim uchun balkim shunaqa deb o'ylayotishgandir oilari. Ko'rinmaydi deyotganlar. Diqqatiga shunaqa. Onamlar ham bor, dadamlar ham bor, Allohga shukr. Hech qachon yomon odamlardan qasos olmang-de. Shunchaki siz baxtli bo'ling, ular o'zlari tamom bo'lishadi. Shunaqa. Motivatsiya bering deyotganlar diqqatiga, hayotda hech bir nonga puling yo'qdek yur, lekin novvoyxona senligini hech kim bilmasin. Shunaqa. Bugun sizni o'rningizga ishga borsam, nima ish qilaman? Yozib keting. Sizlarga savol-de, ko'rinmas odam bo'lib qolsalaring, birinchi o'rinda kim uyiga borgan bo'lardiling yoki nima ishlar qilgan bo'lardiling? Yozib ketinglar. Prosta qiziqdi. Xo'roz sigirga hazillashib, ko'proq sut bermasang, egamiz seni so'yib yuboradi debdi-de. Keyin sigir qo'rqqanidan ertasi kuni 2 paqir sut beribdi. Uni ko'rgan sigirni egasi esa endi xursandchiligidan qon chiqarib yubormasak bo'lmaydi deb shattir xo'rozni so'yib yuboribdi. Tugadi. 40 dan oshib qaridim deyotgan opalar, xafa bo'lmanglar. Sizlarda ming bahorni tarovati bor. Sizlardaqa go'zal, maftunkor insonlar juda ham kam. Sizlar baribir yosh ko'rinaverasiz. Kirib kelayotgan hayit bayramingiz barchangizga muborak bo'lsin.